Assalomu alaykum azizlar. Angliya orolidan. Karib dengizining Angliya orolidamiz. Kuygan badanimizni ko'rsatmaslik uchun ko'ylak kiyib oldik. Shuning uchun kecha bir sizlarga shu zagarlarimni ko'rsatmoqchi bo'lgandim. Bugun bir narsani gapirib bermoqchiman. Sun'iy intellekt to'g'risida. Sun'iy intellekt dunyoda juda ham shiddat bilan ketyapti. Sun'iy intellektdan albatta hamma foydalanyapti. Buni bugun o'zimiz sun'iy intellekt yordamida qilgan ishimizni gapirib beraman. Bizni ijaraga olgan mashinamiz ish ko'rsatib qoldi va biz sug'urtamizga murojaat qilsak, aynan o'sha qismini tuzatish sug'urtamiz qoplamas ekan. Biz mexanika kirdik markazda. Mexanika kirsa bizga hisoblab berdiki, mana shu narsani tuzatish 1856 qancha ham sent bo'lar ekan AQSh dollarida. Busiz ham mashina yuribdi. Biz o'yladik yuraveraylik. Ertaga baribir topshirganimizda buni kamchiliksiz topshirishimiz kerak. Baribir tuzatishimiz kerak. Birasini 1800, salkam $1900. Ana shunda hamrohlarimizdan biri aytib qoldi. Butun dunyoda sun'iy intellekt ishlayapti. Keyin mashinani bo'layotganini hammasini sun'iy intellektga beraylik, bizga javob bersin. Rostdan ham mana mexanik bizga $1900 berdi. Rostdan ham shuncha mablag'ga tushadimi? Oxiri bir-birimiz bilan bahslashdik, boshqa qildik. Kimdir tuzatib qo'ya qolaylik, boshimizni og'ritmay. Bunga ham vaqt sarflaydimi? Mayli, pul ketsa ketsin dedi. Mexanik hamma ko'rib turibdi. Bu yerda Kanadadan kelgan turistlar cho'ntaga to'la pul, u ham og'ziga kelgan narsani aytdi. Hattoki uni tekshirib ham ko'rgani yo'q. Taxminan mana shunaqa bo'ladi. Undan 100-200-300 dollar kamroq yoki ko'proq bo'lishi ham mumkin degan narsani aytdi. Shundan keyin biz qaytib chiqib, bir joyda kafega o'tirib, ana o'sha joyda biz sun'iy intellektga murojaat qilib, mashinani hozirgi sostoyaniyasini, mashinani markasini, turgan joyimizni hammasini to'liq yozdik. Hammasi bo'lib biz javob olganimizga 20 minut vaqt ketdi. Yozib yubordik to'liq hammasini. Sun'iy intellektga savol beradi, javob beramiz. Oxiri bizga sun'iy intellekt bir variantni ko'rsatdi. Avtomobilni qaysi joyda qanday qilib tuzatish mumkin va qancha vaqt ketadi, qanchaga tushadi. Xohlashaning xohlashamang. Biz xuddi ana o'sha sun'iy intellekt aytganini qildik. Avtomobilimizni 20 minut ichida bir shopga kirib, o'sha yerdan qismini olib, arzimagan qismini olib, 20 minut ichida tuzatdik. Mashina avvalgi holi xuddi yangidek. Man o'zim sun'iy intellekt vazirliklari degan narsalarni gapirsa doim qo'ysanglarchi, insondan aqlli narsa bo'lmaydi derdim. Lekin mana shuni ko'rganimdan keyin man aytdimki, haqiqatdan ham bugunga kelib dunyoda sun'iy intellekt vazirliklari, sun'iy intellektlar tashkil qilish bekorga emas ekan. Ko'rib turibsizki, $1900 bizga AQSh dollarida bergan narsa 80-85 dollarga u 20 minutda o'zimiz bir joyini olib, o'sha joyini qo'yib turib, qaytadan qildik va sinab ko'rdik, mashina boyagidek. Ko'ryapsizmi? Mana shu bugun shu o'zimiz bilan bo'lgan voqea. Shuni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi edim. Shuning uchun kecha ham aytdim. Sun'iy intellekt yoki bugungi alfonslar yoki boshqa narsalar, til o'rganishlar. Bularni YouTube'ga kirib yoki ijtimoiy tarmoqda o'tirganingizda mana shularni ko'proq o'rganing. Albatta bu mani kichkinagina maslahat. Ko'ryapsizmi? 4 inson shu narsaga $1900 atrofida sarf qilishga tayyor bo'lib turganda sun'iy intellekt bizga buni to'g'ri yo'lni ko'rsatdi-da, 20 minutda o'zimiz qildik. Qo'limiz ham qora bo'ldi. Qo'limizga pechatka ham kiymadik. Hattoki o'shalarigacha aytib berdi. Yana bir narsani aytamanki, Amerikani bir shaharida mahalliy saylovlar boshlanganda, shu yerda saylovchilarning katta qismi aytganki, bizga inson kerak emas. Biz sun'iy intellektni o'zimizga mahalliy mer qilib saylaymiz. Biz charchadik ularni priyomiga kelishga. Sun'iy intellektni saylaydi. Biz sun'iy intellektni uydan turib murojaat qilib bizga javobini bersin. Sun'iy intellektni tanlaymiz. Bu narsani men o'yladim, bu absurd deb o'yladim.
lekin bugun shu narsani ko'rganimdan keyin bugun yaqin orada butun dunyoni sun'iy intellekt boshqaradi. Sun'iy intellektni albatta inson yaratgan, lekin sun'iy intellekt bu narsaga tayyor bo'lib turibdi. Buni qarangki, bugun biz umrimizda bir qo'limizga kulich olib, moy almashtirib, yo kalotka almashtirib, yo balo almashtirmagan insonlar 20 minut ichida muammoli bo'lib turgan mashinani sun'iy intellektni maslahati bilan tuzatib olib ketdik. Kanadani bir shaharida juda katta janjal bo'lgan bundan bir 6 oy oldin. Kichkinagina shaharcha, odamlar, aqlli insonlar shaharda, katta shaharda shunda yashamasdan, misol uchun boy insonlar shu shahardan tashqari kichik kichik shaharlarda yashaydi. Kanadada, Amerikada ham qishloqlar juda ham rivojlangan shahardan ko'ra. Qishloqlarda tozalik va yo'llarni sifati shahardan 10 barobar yaxshi. Kanada Amerikada bir xil. Hattoki aytishadi, mana shu Yangi Zelandiya, Avstraliya ham xuddi shunaqa britanniy stilda. Ana shunda kichkinagina bir shaharchada aytishganki, bizga bular kerak emas. Biz o'zimiz boshqaramiz. Biz ana o'sha joyga bitta kompyuter sotib olamiz, qo'yamizda, ana o'shanga har oyda $36 $40 to'laymizda, ana o'sha joyda ana shu ChatGPT, Gemini va shunaqa narsalarni sotib olamiz, ana o'sha orqali hammasini boshqaramiz. Bank akkauntlarini boshqaramiz degan. Hamma bu joyda kulgan bu narsaga. Albatta buni kulgili bir anekdot deb o'ylashgan. Ammo mana shu narsa yaqinda paydo bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun kichkinagina bir narsani sizlar bilan bo'lishdim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana ko'proq chiqishimiz, mana zagarlarni ko'rsating. Xudo xohlasa, yana qop qora bo'lgan kunim yana bir kun chiqamiz. Xudo xohlasa kutib qolinglar. Har kuni bitta video mana shu xuddi shu studiyadan, mana shu orqamizda turgan nimadan albatta sizlarga chiqamiz. Uchtalik eshik, deraza bo'lgani uchun ovoz eshitilmaydi. Albatta ovozni eshittirib turib bir kun mana shu suvni bo'yida turib ham qilamiz. Lekin suvni bo'yida turib qilganimizda sizlar mani eshitmaysizlar, faqat suvni eshitasizlar. Shuning uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oftaxon Mamadaliyev, Angiliya orolidan, Karib dengizining Angiliya oroli.